Mol bozorga Ulusvoliy xo'jalikku boramiz. Mol bozordan guzorish to'ldiramiz va aziz ko'ruvchilarga, aziz binandachilarga va tarqatamiz, ko'rsatamiz. Inshaalloh bizlar bilan birga oxir barnoma boramiz. Mol bozordan inshaalloh musohibalar olamiz, shirin gaplarni inshaalloh vatandorlarni salomat bo'ling. Aziz ko'ruvchilar, aziz binandalar, mana bizlar bozam mana mol bozor keldik. Mana bir hafta oldin qaror topdik. Bulardan so'raymiz bo'lgan, nima ishlar qiladi, nima uchun kelgan. Assalomu alaykum. Va alaykum, yaxshimisiz, sog'misizmi? Xayr bo'ling. Birinchidan adingizni tanishtirsangiz, qo'shniqlar va binandalarni. Xo'jlikdan Muhammad Nabiy bo'lgan, Muhammad Nabiy Jallo. Bizlar mana bir guzarish to'ldirmani keldik mol bozordan. Bu yerda nima ishlar qilyapsiz? Bu her cuma günü barmisiz, baxshi bilan barmisizlar, ma'lumot bersangiz. Bu yerda bo'lsa ro'za juma kuni bo'ladi. Ro'za juma kuni juma bozor bo'ladi. Juma bozorda mana padadan yerda pada bozor, bu yana eshak bozor, o yana qo'yin bozor, ana shu yerda bozorlarda. Xo'p, bu nima raqam bu? Siz bu yerda nima ishlar bilan mashg'ulsiz? İnegal yarın, neksat yarın, alışılar bilen hada gerimkarlık edip yatıyoruz. Jellablik yapıyoruz. Jellablik yapıyoruz. Xo'p, yaxshi. Nima raqam bozorlar bugun? Bazılar Xudoy shukr deyince maqadan ko'p yaxshi. Mana yaqinlar bo'ldi, hiyli yaxshi bo'ldi. Xudo bereketi bilan bersin. Ko'p yaxshi bo'ldi. Narxi nima raqam bu? Tag'yirot keldimi? Tag'yirot 100% keldi. Tag'yirot 100%. Her badanın üstüne 5000 mindi. 5000, 2000 qo'yning üstüne 1000. Hiyli bazarlarımız yaxshi bo'ldi. Hiyli bazarlarımız dayav bo'ldi. Tashakkur bizlara. Sağ salomat. Salomat. Aleyküm selam. O'zingizni birinchidan tanishtirsangiz. Men Gul Muhammad Palvon, viloyati Poryob. Viloyati Poryobdan keldingiz. Poryobdan kelibman. Xo'jalikka. Xo'p, bular nima ishlar bilan mashg'ulsiz acaba? Mana shu masrifada bir tijoratni, bir g'aribchilik, bir masrifada bir u do'stlarga mol olib beramiz, yaxshi mollarni, maqsad yaxshi nafarlarga bir sojish dunyo. Xo'p, yaxshi gap. Biz har ro'zi juma ro'zi kelasiz bo'ra? Har ro'zi juma ro'zi kelamiz. Maqsad bir masrifada dunyo, bir ro'z o'tar, maqsad bir g'aribchilik, mashg'ul do'stlar bilan maqsad ro'z o'tar. Qanday bozorda bu narxi navosi qanday bu? Narxi navosi baland, mol baland. Mardimning o'zi xarob. Mardim oladi giriz, go'shtdagi girizga och, darbadar. Pul yo'q, maqsad savdo bor. Ko'p yaxshi. Bo'lganda siz jalloblik qilganingiz-a? Xo'sh. Mol olib berganingiz. Ha, mol olib beraman sizdek do'stlarga, bunga maqsad 5 yil o'zaman ro'zg'or uchun. Ko'p yaxshi. Bu Ulusvoliy xo'jalikku Poryobdan xush kelibsiz avval. Salomat bo'ling. Biron aytilayotgan xo'jalikku Bo'stondagi chidoqil va chiqorib musofirbachilik ishni o'ltirib payamlaringiz bo'lsa aytasiz. Bizlar nima ishga maqsad shu, bizlar xohlaymizki sizlarni qo'yanda sizlarni Xudovan ham barakat bersin. Ba'da mardimga ham islomga barakat bersin. Ajrini bersin. Mardim bir kori mashg'ul va topilsin. Bir yaxshi proje sherikalar topilib, mardim mashg'ul bo'lsin. Mardim o'sh qolmasin, hamisha baranda bo'lsin. Sizlar ham yashangizlar, mardim ham hammasidan baranda bo'linglar. Xudo bersin, inshaalloh bizdan yetishsin. Tashakkur, baxir salomat bo'ling. Salam. Xaridor mana Safai xo'jalikku Bo'ston da omadim. Xudotona ma'rifa kunin. Imroz ro'zichi است. امروز نایما محمد نادر کایردار از دشتلایلی هستیم. امروز جمعه است. آمدیم در بازار.
خریدار صاحب امرو جمعه بازار هر جمعه بازار میآید دیگر روز هم میآید اینجا چه رقم بازار چه رقم است نرخ نوا چه رقم است نرخ نوات شکر بسیار خوب است بعضی وقت که محتاج شوم میایم بازار ما مردم خیلی وقت بازاری در ولایت جوزجان میایم بعضی وقت میایم اینجا در جمعه بازار میایم نرخ نوات بسیار خوب تشکر وقت دادین Adım Tahir Hacı. خب نیردن گلدنگز Hadi var tatlıdan. دی برای سالتقتن خب برای هر جمعه اون گلیتون می بخش فیلم گلیتون می Her cuma onu. هر جمعه اون گچ اینال کلدنگز Hava. نو قانچ دلا بوتی نارقم بازارlar Hey bağdalar. Her kadar baydılar. 5 yarım diler, 6 mı diye. 5 mı diler. باش میگم دلاب دور خب قانچ بوتا vereceksiniz buna Hem 6 yarım 6 mı da bize 6 mı diler hem yok. خب 5 yarım mı qırqtılar. ha ko'p yaxshi sog' bo'lin bizlarga vaqt berdingiz Ha, xanada. siz mana xo'jlik bo'lsa safardan keldik bura ko'rdik siz bu yerga xaridorlik qilib o'tgan ekaningiz qo'ylarni bu qancha bo'ldi avval o'zingiz bir tanishtirsangiz otingizni Mana Fatima Abdulsattor Usmon Xo'jlikdan bo'laman. Qo'yni oldi, endi bir ariq qo'y baqara nasib bo'lsa qurbonga bir boqqani. bu qancha bo'ldi bu qo'ylar Qo'yni bir tasini oldi 6,5 mingga. 6,5 Havo. Xo'p ko'p yaxshi bu qandoq bozordan bu narxi navo qandoq Ishlar ko'p yaxshi, narx-navo yog'ini yoqqandan beri qo'ylar qimmat bo'lgan, arzon topgan. ko'p yaxshi buni kimdan oldingiz Mana mana shu kishdan oldi jallab vali sotib yuribdi. hozir o'qima sotgan Mana ukam sotdi, mana shu ukam sotdi. Vaqtdan kel. Ha, baxir bo'lsin. Alhamdulillah. Xo'p bu qo'yni siz olib kelibsiz bozorga Xo'sh. bu qandoq bu savdoyingiz qandoq bu qo'ylaringiz nechta qo'y olib keldingiz Shukr alhamdulillah. Mana bir necha ro'z ko'rasizki shohid bizlar. 2-3 ro'zdan beri yomg'ir yoqqan, Xudoga shukr. Bozorlar ko'p yaxshi, Xudoga shukr. Garim bozorlar yaxshi. bu qancha sotdingiz buni Buni 6,5 mingdan sotdim. qimmat sotganingiz yo'qmi Yo'q, qimmat emas ya. Moy Ramazon chunki ko'p yaxshi bizga vaqt berdingiz salomat bo'ling, shunda bo'ling, muvaffaq bo'ling. Sog' bo'ling aka, sog' bo'ling.